Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Bugungi videomiz sarmoyasiz avtomatik daromad olish haqida bo'lib, bu mavzu yuzasidan ikkita loyiha bo'yicha ma'lumot bermoqchiman. Aslida juda ham ko'p ularning turlari, avtomatik ravishda daromad olish turlari. Shulardan ikkitasini qisqacha ma'lumotini bermoqchiman. Aytganday do'stlar, yangi yil yaqinlashmoqda. Shu munosabat bilan keyingi videolarimda kanalimiz obunachilari uchun surpriz sovg'a tayyorlamoqdaman. Sovg'a haqidagi ma'lumotlar esa video davomida berib o'tiladi. Demak, mavzuga qaytsak do'stlar, bular ikkita loyihalardan birinchisi bu Payap video sayti bo'lib, mana aka do'stlar, Payap video sayti. Bundan do'stlar hamma saytlardagi kabi registratsiyadan o'tib olamiz. Ro'yxatdan o'tib olamiz va ro'yxatdan o'tganimizdan keyin do'stlar sizlarda mana shunaqangi oyna ochiladi. Mana e'tibor bersangiz o'ng tomonda 3 ta chiziqcha bor. O'shani bosib ichida mana bo'limlar bor do'stlar. Bo'limlardan makrosi bo'limiga kiramiz. Makros bo'limiga kirib olganimizdan keyin do'stlar sizlarga nima qilish to'g'risida qadam-qadam ko'rsatilgan. Mana xo'p, birinchisi demak MacroDroid dasturini o'rnatish qurilmangizga havola orqali, ssilka orqali kiramiz do'stlar. MacroDroid dasturini yuklab olish kerak. Mana shunaqangi ko'rinishdagi dastur bo'lib, MacroDroid dasturi, shuni uстановить qilish kerak bo'ladi, ya'ni yuklab olish kerak bo'ladi. Menda yuklangan. Sizda agar yuklamagan bo'lsangiz, uстановить degan tugma chiqadi. Menda esa открыть tugmasi. Mana hozir yuklaganim uchun ichiga kirib olamiz. Mana shunaqangi ko'rinishda bo'ladi do'stlar MacroDroid dasturi. Sizlarga do'stlar birinchi bu haqda ham ma'lumot berib o'tay. MacroDroid dasturi haqida yuklab olganingizdan keyin do'stlar mana pastda e'tibor bersangiz осталось dney, demak sizlarda o'sha yuklab olgandan keyin 3 kunlik muddat vaqt beradi do'stlar. Buning uchun bunda siz sanda nima uchun 17 kun 3 kun bersa deb savol tug'ilishi mumkin. Mana to'g'risida yozilgan добавить dney reklama ko'rib buni ham demak bepul vaqtini oshirishingiz mumkin. Har bir mana добавить dney kiramiz. Mana do'stlar ko'rib yozib qo'yibdi. Смотрите рекламные ролики. Tak shunday va 3 kun bepul ravishda MacroDroiddan foydalaning deb. Foydalanish uchun demak har bir reklama ko'rishganingizga 3 kun vaqt beradi. Mana aka chiqdi. Смотрите рекламы и через 3 дня. Har bir video rolik ko'rganingizdan 3 kun qo'shilib borilaveradi. Demak, video roliklar do'stlar 15 sekunddan 1 daqiqagacha bo'lishi mumkin. Xo'p, endi saytimizga qaytsak do'stlar, mana MacroDroid dasturini keraksa yuklab olganimizdan keyin keyingi qadam demak do'stlar mana shu Payap video saytining makroslarini yuklab olishdan bo'ladi. Xo'p, menda tushgan qaysi edi? Menda mana PUV 364 General Macro degan makrosi tushgan edi. Qurilmamga mos kelgan edi. Shuni yuklab olganman do'stlar. Yuklab olish qiyin emas. Mana aka ko'rsatib o'tdim. MacroDroid dasturidan e'tibor bersangiz, mana do'stlar pastda главный makrosi, shabloni, настройки degan bo'limchalari bor. Demak, bundan biz makrosi bo'limiga kiramiz do'stlar. Makrosi bo'limida mana PUV 36 Generals degan makrosni yuklab olganman do'stlar. Shuni mana hozir inaktiv, faolsiz holatda buni aktivlashtiramiz, faol holatga keltiramiz. Buning uchun mana chiziqchani ustiga bosamiz, shunda bu aktivlashadi. Demak, rangi o'zgaradi va video ko'rishni boshlaydi do'stlar. Vaqtni ko'p sarflamaslik uchun ma'lumot berib o'taman do'stlar. Buni o'zlaringiz ko'rishlaringiz mumkin yuklab olib. Keyingi demak loyihamiz bu Telegram bot bo'lib, Telegram botda ham avtomatik ravishda daromad olish mumkin. Mana do'stlar, bu botimiz Yes bot degan loyiha. Bunda ham qisqa videolar ko'rib daromad qilish mumkin. Bu avtomatik tarzda qanday daromad qilish mumkin do'stlar? Mana просмотры bo'limiga kiramiz. Просмотры bo'limidan do'stlar mana e'tibor bersangiz birinchida смотреть video deb yozilgan. Keyin sal pastroqda avtomatik просмотр degan yozuv ham bor bo'lim. O'shanga ustiga bosib turib, mana do'stlar sizga ko'rsatib qo'yibdi. Xuddi mana birinchi loyihadagi, ya'ni saytdagi kabi bunda ham mana birinchi navbatda demak MacroDroid dasturini yuklab olishni, keyin mana shu botning makrosini yuklab olish ko'rsatilgan do'stlar. Bunda siz birinchi loyihada MacroDroidni yuklab olganingiz uchun birdaniga ikkinchisiga o'tamiz. Demak, shu botning makrosini yuklab olishga. Demak, buni ham загрузить makros deb yuklab olasiz va sizda mana keyin MacroDroid dasturiga o'tsangiz
mana bu yerda ko'rsatilgan do'stlar, mana EA va 2.0 makrosi ham yuklab olinadi. Uni ham hozir bu nefaol, neaktiv, ya'ni faolsiz holatda buni ham faollashtirish uchun, demak, mana bu chiziqchani ustiga bosamiz va bu ham faollashadi do'stlar. Bunda do'stlar chiziqcha ustiga bosiladi. Bu mana yozuvga, ekranga bosilmaydi. Agar yozuv ekranga bossangiz, mana bu boshqa sozlamalarga o'tib ketadi. Shuning uchun nazar chiziqchani ustiga bosasizlar do'stlar. Ha do'stlar, yodimdan ko'tarilibdi, sizga Yangi yil sovg'asi haqida ma'lumot bermoqchi edim. Yangi yil sovg'asi do'stlar, YouTube kanalimizda, Telegram kanalimizga a'zo bo'lib qo'ying va mana shu birinchi videomda, ikkinchi videomda va uchinchi videom chiqadi. O'shanda aniq va to'liqroq ma'lumot beriladi. O'shalarda faol ishtirok eting va sovg'aga ega bo'ling do'stlar. Sovg'amiz siz kutmagan sovg'a bo'lib, albatta sizni xursand qiladi degan umiddaman do'stlar. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Sog' salomat bo'ling. Xayr.